har kunimiz Navruz bo'lsin. Men o'zbekman, boshda o'zbek to'qisi. Men o'zbekman, boshda o'zbek to'qisi. Sumalak sayli bo'lyapti. Mana sumalak degan nima o'zi? Sumalak bahorning milliy taomi, O'zbekning milliy taomi hisoblanib, u bahor fasli hosildorlik ramzi hisoblanadi. Menga buni buvim aytgandilar bir vaqtlar. Hozirda mana o'zimiz ham sumalak kovlab turibmiz. Sumalak kovlaganda niyat qilish kerak deb ham aytishadi. Qani bitta onda niyat qilamiz? Niyat yaxshi bo'lsa, yaxshilikka chorlasa albatta amalga oshadi. Ushbu tadbir doirasida ko'rib turganingizdek, doshqozonlarda sumalaklar tayyorlanmoqda. O'zimizning milliy taomlarimizdan bo'lgan palovlar damlangan. Bundan tashqari barcha talaba yoshlar tomonidan turli xil milliy o'yinlarimiz o'tkazildi. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Barcha yoshlarimiz emin va erkin yaratilayotgan imkoniyatlarga labbay deb javob beruvchi, o'z yuksak ma'naviyatiga ega yoshlar sifatida mana shunday bayram tadbirlarida faol ishtirok etib, o'zlarini salohiyatlarini namoyon etishda aslo charchamasinlar. Bayramingiz muborak bo'lsin. Navruzingiz muborak bo'lsin.